Lampung o'tishda qiynalıyotgan lampung uyusangiz izli ketib qolgan. Bir qitim uyusangiz bo'sh chiqib qolgan, bir qitim uyusangiz ching chiqib qolgan. Lampungning ching bo'lishiga muvofiq tanishmagan do'stlar, muvofiqlikka diqqat qiling. Ko'p yil izlanish orqali barliqqa kelgan natijamizni bugun ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Qani emsa, film mazmuniga diqqat qiling. Lampung uyutishdan burun lampungning asos materiali bo'lgan lampung unning eng yaxshisini tanlaymiz. Mening ishlatganim bo'lsa, o'zimiz nazorat qilib, zavod bazasida tutash ekilgan esil tam lampung uni. Qo'shimcha materiallardan suv, tuz, aqoch suv tayyor qilib olamiz. Oldi bilan biz o'lcham bo'yicha 2 kilogram suv tayyor qilib olamiz. Esiltam lampung unidan o'lcham bo'yicha 200 gram jinglab tayyor qilib olamiz. 200 gram lampung uniga 300 gram suv quyib suyuldirib olamiz. 40 gram tuz, 40 gram ochiq suvni jinglab tayyor qilib olamiz. Jinglab tayyor qilgan 2 kilogram suvni qozonga quyib qaynagandan keyin 40 gram tuz, 40 gram ochiq suvni quyib, tuz ta'mini tanshab bo'lgandan keyin 2 cho'mich atrofida suvni qayta bo'lib olamiz. Ondan o'choqning o'tini intayin past holatda tanshab, esiltam suyuldirilgan lampung unini bir tarafdan quyib, bir tarafdan qo'yishimiz. Diqqat qiladigan muhim nuqta: suyuldirilgan lampung uni bir aqlam qozonga to'kitishga bo'lmaydi. Bir tarafdan qo'yib, bir tarafdan takshi qo'chib, filmdagi ko'rsatilgan holat bo'yicha 5 minutdan 10 minutgacha qo'chishimiz. Suyuldirilgan lampung uni to'liq to'kib aralashtirib bo'lgandan keyin o'tni azroq ichib, o't kuchini yuqori ko'taramiz. Qozondagi lampung uni bir tarafdan qo'chib, bir tarafdan qaynagandan keyin o'tni yana davomli past holat qilib 10 minutdan 15 minutgacha to'xtamay qo'chib, lampungning to'liq pishishiga kafolatlik qilamiz. Diqqat qiladigan muhim nuqtamiz: lampung o'tish jarayonida o'tni ichib o'tib, lampungni ko'ylab o'tishga bo'lmaydi. Va yoki o'tni bek past qilib, bo'sh qilib, lampungni xam qo'yishga bo'lmaydi. İnchik nuqtalarga alohida diqqat qilishingizni samimiy tavsiya qilamiz. Oxirida o'tgan lampungning qo'yiq bo'shligiga asosan bo'lib olgan ichkichimiz suyimizdan muvofiq miqdorda quyib, bo'sh bo'lib qolgan bo'lsa, quymasak bo'ladi. Agar sal ching bo'lib qopti lampungimiz deb o'ylagan bo'lsak, dastlabda bo'lib olgan ichkichimiz suvni muvofiq miqdorda quyib, suyuldirib, lampungning qo'yiq suyuqligini tanishgandan keyin, asta o'tda 5 minutdan 10 minutgacha qo'chib, to'liq pishgandan keyin das yoki xizlar to'kib 8 soat qo'yib, to'liq uyg'ondan keyin iste'mol qilsangiz bo'ladi. Keyingi mazmunlarimiz tixmisar xil. Keyingi mazmunda lampungni qachiq ilish jarayonini to'liq so'zlaymiz. Agar lampungni qachiq ilish jarayoniga qiziqsangiz, oqibatdagi finstitutga kirib oling. Biz yo'llagan mazmunlardan har vaqt dil vaqtida xabardor bo'la olasiz. Undan boshqa har xil yangilik tomoqlarni vaqtida ko'ra olasiz. 来抖音极速版看视频领现金。